91 bosh qo'chqor sotib olishda qilgan xatolarim. Bu xatolar sizga qimmatga tushmasin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zimning haqiqiy tajribamni bo'lishmoqchiman. Men jami 91 bosh qo'chqorni 2 martada sotib oldim. Birinchi safar 56 bosh sotib oldim. Birinchi safar 56 bosh bo'lsa, ikkinchi safar 35 bosh qo'chqor sotib oldim. Bu jarayonda men yo'l qo'ygan xatolarim sabab moddiy zarar ham ko'rdim. Shuning uchun bu videoni tayyorlashdan maqsad mening xatolarimni boshqalar takrorlamasin. Eng birinchi xulosa: qo'chqor sotib olishda hech qachon shoshilmang. Bozorda sotuvchi ham, atrofdagilar ham shoshtirishi mumkin. Lekin bir necha daqiqa vaqt tejayman deb, keyin millionlab so'm zarar qilish mumkin. Shuning uchun har bir qo'chqorni alohida tekshirishga vaqt ajrating. Avvalo qo'chqorni podadan ajratib, ochiq joyda alohida yurgizib ko'ring. Poda ichida ko'rinmaydigan nuqsonlar ana shunda bilinadi. Yurish qanday, oqsamayaptimi, harakati tabiiymi? Bularning hammasiga e'tibor bering. Keyin ikki ko'zini yaxshilab tekshiring. Podada bir ko'zi ko'r qo'y ham sog'lomdek ko'rinishi mumkin, ammo alohida qolganda to'siqlarga uriladi, yo'nalishini yo'qotadi. Bunday qo'chqor keyinchalik yaxshi o'smaydi va zarar keltirishi mumkin. Yana bir usul: qo'chqorni boshini ehtiyotkorlik bilan yon tomonga burib qo'ying. Agar muvozanatni yo'qotsa yoki o'zini g'alati tutsa, bu ayrim kasalliklarning belgisi hisoblanadi. Tomoq osti, bo'yni va jag' qismini ham paypaslab ko'ring. Yashirin shishlar yoki boshqa muammolar bor yo'qligini tekshiring. Dumbasi ikki tomonlama bir xil rivojlangan bo'lishi kerak. Agar tomoni kichik bo'lsa, biror tomoni yoki shakli noto'g'ri bo'lsa, bu ham nuqson belgisi bo'lishi mumkin. Yana bir juda yaxshi tekshiruv bor. Barcha qo'ylar oldiga bir vaqtda hashak tashlang. Sog'lom qo'ylar deyarli barchasi hashakka keladi. Agar birortasi yemasa yoki qiziqmasa, buni qorni to'q ekan deb o'ylamang. Ko'p hollarda bu kasallikning dastlabki belgisi bo'ladi. Podadagi qo'ylarning barchasining ham qorni to'q bo'lmaydi. Albatta, bu tekshirishlarni qilsangiz, ayrim sotuvchilarga yoqmasligi mumkin. Lekin siz halol pul to'lab mol sotib olyapsiz. Demak, uni sinchiklab tekshirish sizning haqqingiz. Men aynan shu tekshiruvni to'liq qilmaganim uchun bir necha qo'chqorlarimda kasalliklar 1-2 haftadan keyin aniqlandi. Balki sotuvchi ham buni bilmagandir. Ammo natijada zararni xaridor ko'radi. Shuning uchun sotib olish paytida sarflangan 1 soat vaqt keyinchalik katta zararning oldini oladi. Yana bir muhim masala: qo'chqorni qaysi faslda sotib olish. Mening kuzatishimcha, qo'chqor 2-3 oyda emas, kamida 5-6 oyda yaxshi semiradi. Shuning uchun bo'rdoq uchun qo'chqorlarni oktyabr-noyabr oylarida sotib olish eng to'g'ri qarorlardan biri hisoblanadi. Shunda ular aprel-may oylariga yaxshi vazn to'playdi. Bu davrda bozorda qo'y go'shtiga talab ham yuqori bo'ladi. To'ylar, marosimlar va turli tadbirlar ko'paygani uchun yaxshi semirgan qo'chqorni munosib narxda sotish imkoniyati ortadi. Agar fevral yoki mart oylarida sotib olsangiz, qo'chqorlar faqat yozga borib semiradi. Yozda esa issiq havo sabab
qo'y go'shtiga talab odatda pasayadi. Natijada yaxshi parvarish qilingan qo'chqorlarni ham arzonroq sotishga to'g'ri kelishi mumkin. Demak, bo'rdoqida faqat ozuqa emas, vaqtni to'g'ri tanlash ham foydaning yarmi hisoblanadi. Aziz chorvadorlar, bu mening shaxsiy tajribam. Agar sizlarda ham foydali maslahatlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng yaxshi fikrlarni keyingi videolarda muallifi nomi bilan aytib o'taman. Keling bir-birimizdan o'rganaylik. Bitta to'g'ri maslahat kimningdir millionlab so'm mablag'ini saqlab qolishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosing, izoh qoldiring va kanalga obuna bo'ling.